Bolalar, xorijiy tillarni o'rganish bugungi kunning muhim talabiga aylanib borayotganini bilasiz. Hademay, sizlar ham xorijiy tillar bo'yicha turli sertifikatlarga duch kelasiz. Keling, ular bilan oldindan tanishib olamiz. Let's start. Hay bolalar, men B1 darajadagi milliy sertifikatman. Men sizning xorijiy tilni o'rta darajada bilishingizni tasdiqlayman. Agar abituriyent meni qo'lga kiritsa, oliy ta'lim muassasasiga kirishda chet tili fanidan maksimal ballning 75% belgilanadi. Masalan, ingliz tilida oddiy suhbat qura olsangiz, matnlarni tushunsangiz va fikringizni erkinroq ayta boshlasangiz, demak siz B1 darajasiga yaqinlashyapsiz. Hello bolalar. Men esa B2 darajadagi sertifikatman. Meni qo'lga kiritganlar xorijiy tilni yuqori o'rta darajada biladilar. Bu darajada siz chet tilida bemalol suhbatlashishingiz, film va kitoblarni yaxshiroq tushunishingiz mumkin bo'ladi. Abituriyentlar esa men bilan oliy ta'lim muassasalariga kirishda maksimal ball oladilar. Good morning bolalar. Men C1 darajadagi sertifikatman. Men ingliz tilini yuqori darajada biladiganlarga berilaman. Meni olganlar chet tilida erkin gaplasha oladi, murakkab matnlarni tushunadi va bemalol fikr bildiradi. Men abituriyentlarga maksimal ball beraman. Magistratura va doktoranturaga kirishda ham juda kerak bo'laman. O'qituvchilar esa men sabab qo'shimcha ustama, daromad olishlari mumkin. Biz milliy sertifikatlarning amal qilish muddatimiz 3 yil. Hello, boy and girls. Men IELTSman. Meni butun dunyoda tanishadi. Kimdir xorijda o'qimoqchi yoki ishlamoqchi bo'lsa, ko'pincha men kerak bo'laman. Men sizdagi tinglash, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini tekshiraman. Sizga 0 dan 9 gacha ball qo'yishim mumkin. Qancha yuqori to'plasangiz, shuncha imkoniyatingiz oshadi. Mening amal qilish muddatim 2 yil. Hey friends, men TOEFLman. Men ham ingliz tilini bilish darajasini tekshiraman. Imtihonlarim to'liq onlayn tarzda olib boriladi va siz 0 dan 120 ballgacha baholanasiz. Dunyoda 160 dan ortiq davlatlar va 13 mingdan ziyod universitetlar tomonidan tan olinganman. 2 yilgacha sizga xizmat qilaman. Mana shunday sertifikatlarning aslida safi ko'p. Vaqti kelib, qolganlari bilan ham tanishasiz. Okey bolalar?